Chorvachilikni nechta qo'y bilan boshlasa bo'ladi? Ko'pchilik telefon qilib menga "Aka, sizga o'xshab qo'y boqmoqchiman. Qaysi biridan boshlaganim ma'qul? Qiz bola qo'y olib ko'paytirganim yaxshimi yoki qo'chqor olib semirtirganim yaxshimi?" degan savollar juda ham ko'p. Men o'zim boshida urg'ochi qiz bola qo'y olib ko'paytirishdan boshlaganman. Chunki adamdan bir 10 tachami qiz bola qo'y bor edi. Shularni olib ko'paytiraman deganman, keyin bolalatganman. Bolasiga birinchi tug'ilgan bolasiga yaxshi qarolmagan, yaxshi emizmagan, bolasi kasal bo'lib qolgan. O'shandan keyin urg'ochi qo'y yig'ishtirib qo'chqorga o'tganman. Qo'chqorni nimasi yaxshi, nima bersangiz ham sekin-sekin yeb semiraveradi, uncha-munchaga kasal ham bo'lmaydi. Qiz bola qo'yi bo'lsa mariveradi, kasal bo'ladi, nimadir yoqmaydi. Ham urg'ochi qo'yga kattaroq joy kerak, chunki urg'ochi qo'y aylanib yurmasa kasal bo'lib qolaveradi. Qo'chqor bo'lsa bitta joyda turib ham semiraveradi, akalar. O'shanga men qo'chqor boqish yo'nalishini tanlaganman. Kimga qanaqa? Kimdirlar urg'och olib ko'paytirib mazza qiladi. Kimdirlar qo'chqor boqib tezroq foyda kiradi. Meni hozirgi shu sharoitimga qo'chqor boqqanim yaxshi, chunki joyim kichkina. Inshaalloh kelajakda kattaroq joy olsam, urg'ochilar boqib ko'paytiraman. Chunki urg'ochi qo'y 5 oy 20 kunlikda tug'adi. Ya'ni 1 yilda 2 marta tug'adi. 10 ta urg'ochi qo'yim bo'ladigan bo'lsa, 1 yilda 2 marta tug'sa ham, oho, xayolda hamma mana shunaqa tez bo'lib